Bu O'zbekistonda yashash shunchalik qiyin bo'lib ketdimi? Ko'pchilik kommentariyallarimga O'zbekistonga kelmang, yuravering shu Rossiyada deb yozadi. Ancha bo'ldi O'zbekistonga bormaganimga ham. Lekin bunaqa gaplar yozilsa meni qo'rqitadi. Nima bunday shunchalik qiyinmikan deb o'ylab qolaman-da. Lekin O'zbekistonga borgim kelyapti, o'zim vatanimni sog'indim. Bolalarim bilan birga shu yerda ishlab, shu yerda yashashni o'ylab yuribman. Shu yozgacha ishlasam, ketsam, o'zimizda ishlasam, o'zimizda bir o'zimni ishimni boshlasam ekan, qachongacha chetda yuraman deb o'ylab yurgan kunim edi. Lekin kimga qarasang shu gapni yozadi-da. Yuravering Rossiyada osonroq deb yozadi. Siz yozingchi, nima deb o'ylaysiz? Kimda qanaqa fikr bor, yozinglarchi.